Hammaga salom. Bugun sizlar bilan duxovkada shashlik pishiramiz. Sizlar bizani yaxshilab tomosha qilinglar va sizlar ham xuddi shu usuldan ya'ni foydalanib ko'rishinglar muhim. Qiyma bitta и bizga kerak bo'lgan duxovkalar и bunaqa приправаlar. Bunaqa приправа. Обязательно пьёз kerak bo'ladi. Tuz и qanaqadir siram. Sizlar bizani kuzatishda davom etinglar. Bugun sizlar bilan zo'r qilib duxovkada shashlik pishirishni o'rganamiz. Ketdik. Azizlar, bizga bu xonkani faqat mana bunaqa yumshoq joy kerak bo'ladi. И chopperga tiqib maydalab olamiz. Ketdik. Azizlar, ko'rib turganingizdek, ya'ni piyoz bilan buxonkamizni qo'shib chopperdan chiqarib oldik va bunaqa holda kelishi kerak bo'ladi. Ketdik. Keyingisini ko'ringlar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, keyin qiyma bilan biz xuddi o'sha chopperda qilganimizdek non bilan piyozni aralashtirib yaxshilab chiqarib olganmiz. O'shani endi qiyma bilan aralashtirib xuddi shu holga keltirib olishimiz kerak. Qani, keyingi darajalarni ko'ringlarchi. Azizlar, pripravalarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ana endi ozgina qotish uchun muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Azizlar, ana endi xamirimiz qotgunicha biz usti qizarishi uchun tomat tayyorlaymiz. Azizlar, unda biz ishimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda bizga qizil paprika solamiz. Undan keyin bu bizada muruch yoki kashnich solamiz. Bu muruch, tuyulgan muruch, bu esa kashnich. Undan keyin bizga конечно kerak bo'ladi soyavoy sous. И biz hozir videodagidek qilib qilsanglar, sizlarda ham shunaqa zo'r sous o'xshab chiqadi. Unda ketdik. Azizlar, bu sousimizga biz o'simlik yog'i ham solib yuboramiz. Osh qoshiqchada. Azizlar, mana bizning sousimiz tayyor bo'ldi. Buni ustiga sursak shunaqa chiroyli qizarib chiqadi. Mana endi buni olib qo'yamiz. Xamirimiz qotguncha dasturxonni bezaymiz. Sousimizni keyin mana shu shashliklarimizni ustiga surib chiqsak, chiroyli bo'lib qizarib chiqishiga juda katta yordam beradi va bizda mana shunaqa cho'pchalarsiz ham qilsak bo'ladi, chunki bizda mana shunaqa kattaroq badimiz bor. Azizlar, biz duxovkaga yubordik. Sizlarga ko'rmayapti, o'shaning uchun mana duxovkaga yubordik. Ana 20 minut duxovkada turadi. Azizlar, qaranglar qanaqa asalcha bo'lib suvchalari bilan, voy maza. Hozir buni endi yana tiqib qo'yamiz. Unda ketdik. Вообще asalcha bo'ldi.